14. hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Athqalu şeyin fil mizani el-hulukul hasan. Tarazda en iğir buladigan yaxşı axlaqdır. Bu hadiste yaxşı axlaqның qanchalik yuqur darajada ekanligini bilib o'tiramiz. Yaxşı axlaq degan bu foydali bilimning natijasidir. Ve bu hadisdan ma'lum bütkül amallar qiyomat kuni tarazga tartiladi. Şeyh Useymin, Allah onu rahmet qilsin, 3 türlük narsa qiyomat kuni tarazga tartiladi deydi. Birinchisi bo'lsa odamning qilgan amallari. Ikkinchisi odamning kitobga yozilgan amallari. Ve üçüncüsü bolsa o adam özü yoki onun a'zolari. Abdullah ibn Mas'ud degan sahabining putlari uruq edi. O bir daraxtning ustiga chiqqanda shamol chiqidi. Sahabilar uningga qarab kulidi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nimaga kulyapsizlar deb so'raydi. Ba'zi bir sahabilar ya Rasululloh uning uruq putlariga qarab kulyapmiz deydi. Şu paytda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men Allah bilan qasam qilamanki Abdullah ibn Mas'udning putlari taraz ustida Uhud deg'idimmi ig'ir deydi. Hurmatli qarindoshlarim, hammanglarga Allah subhanahu va taala mushu hadislarga amal qilishga yenikchilik bersin. Kimning salmog'i ig'ir bo'lsa, u baxtli hayotga erishidi. Kimning salmog'i tarazda yenik bo'lsa, u do'zax o'tiga tushishi mumkin. Allah subhanahu va taala Al-Qariya surasida فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ deydi. Agar kimning salmog'i tarazda ig'ir bo'lsa, u baxtli hayotga erishidi. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ Agar kimning salmog'i tarazda yenik bo'lsa, uning tushadigan yeri o't bo'ladi deydi.